Oyli ham 20 kun o'tib ketdi. Xarajatlarim bor. Shuni bugun ilojini qilib bering. Odamga o'xshab ishlab, vaqtida keladigan bo'lsang, krisavat qilmasalaring, men bitta oyligingni olasan, tushundingmi? Aka, nima deganingiz bu krisavat? Menda unaqa odat yo'q. Hay, sen men chumo deb o'ylayapsanmi? Qilayotgan divideniyani bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Naryoqdan bu yoqdan tovar olib kirib sotyapsanmi bitta? Olasan, qarochi oyligingni odamga o'xshab ishlasang. Ishlayman, nima bor? Assalomu alaykum. Ro'shan aka, tuzumsiz? Bilmayman. Savdoraga ham kelganlar. Shu tanimlarni mandir kelisha olmayaptilar. Bo'pti, bilib ishingni qil, xotin. Ishing ham, o'zing ham boshingda qolsin, tushundingmi? Nima bo'ldi? O'rta tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Ukam qilsang o'zingcha oylikkan, poylikkan, men polvonni o'zini qo'yib qo'yamiz, ishga eplab yuraveradi. Orqaga mol kelgan. O'shani olib tushirib olaring, bolalar bilan chiqib, keyin bitta narsa o'rta. Bolalarni jamini qiynab tashlamagan. Shundan ham oila bola chaqasini boqaman deb yuribdi. Menga qara, men kecha 2 million pul qo'yib qo'ydim. Ko'rmadingmi sen? Voy, sizga telefon qiluvdim. Telefonni ko'tarmadingiz. Ukam telefon qiluvdi, pul kerak deb. Do'konga kirgin, berib yuboraman dedim, aka. Oyligimni olib qolarsiz. Senga kim ruxsat berdi bu tep pulni olishga? Oylik deysanlar faqat. O'zi normalniy odamga o'xshay ishlagi, men bitta savdo bo'lmayotgan bo'lsa, o'zi 4 million oylik olasan. Nima qilasan kassada pulni mendan so'ramasdan olib? Sen skladdan bor tovarlarni olib chiqqan. Assalomu alaykum Ro'shan aka. Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti? Ko'rmaysanmi bularni ish chiqib qolib qo'ysa, men bitta kassadan pullarni olib ishlatib, kayf qilib yurgan ekan. O'shinga azingcha boshini qotirib o'tdim. Sen bu bolalardan ay qidirmagin. Agar shu bolalarning oyligini to'g'ri qilib vaqtida berib qo'yganingda, shu ish qilmagan bo'lardi. Nima deganing, men tushunmadim seni. Aka, assalomu alaykum. Shunda men boshdan ko'rib bera olasiz. Qaysini aka? Ro'shan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qolsa bu yerda? Bu yoqda oylik sal kamroq bo'lganiga ikkinchisi men qilib cho'tki ishga kiruvdim, aka. Ha, tushunarli. Ertaga ishxonaga o'ting. Gaplashamiz, xo'p? Sen bu bolalarni sinayman deb harakat qilib o'tirmagin. Bu bolalar meni sinovimdan o'tgan bolalar. Keyin senga bitta narsa. Ozgina dam ol o'rta, charchabsan. Kerak bo'lganda o'zim chaqirib olaman. Boylik eng ulug' ne'mat, yo'q men son qiymat.